Bismillahirrahmanirrahim. Sura Masad. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Tabbat yada Abi Lahab wa tabba. Abu Lahabning ikki qo'li qurib ketsin. Amalda qurib ketdi. Aghna anhu maluhu wa ma kasab. Uningga mol mulki va erishgan narsalari asqatmadi. Sayasla naran zata lahab. U lavuldab turgan o'tqa, ya'ni do'zaxga kirdi. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Uning o'tin to'shug'ichi, ya'ni suxanchi xotinimi lavuldab turgan o'tqa kirdi. Fi jidiha hablum min masad. Uning bo'ynida mahkam eshilgan arg'amchi bo'ladi.